Assalamualaikum qarindoshlar. Biz Çatalcıda bir yerga chiqdik. Bir qarindoshlarimiz maxsus mana bu yerni shundoq nima qilibdi. Shunda chiroyli yasab. Mana ma eshikdan kirdik. Mashinam shunda bemalol qo'yig'li bo'ldi ekan. Miyallarga mana bundoq anda karvatlarni qilib qilibdi. Hozir mana shundoq nima deymiz endi. Chiqib mushtaq fasllarda atogin mush yozga kelyotdi-ku. Müşe kelip sayat qis bo'lgan mana qo'y hammaning bor ekan. Qo'tonni ko'zda hozir ayni qo'ton ekan. Bash qo'ton cho'ng kichik qo'ylar bor ekan. Shuni ilib bilan mishada so'yib bilan ash nim qildi ekan. Kavob qilibchi yerda bir chidir bor ekan. Andikin nimani ko'rdingmi ush bilan qozoqlarnikiga o'xshaydigan ash chidirni yasabdi, jabtibdi degandek. Ishda qilib. Mana sharoitlarni ayt yaxshi ekan. Mana mushaning hammasida kavob saldigan hamma narsa bak qulaylik qilib qo'yilgan ekan. Mana hozir mushavadimi shunda chiroyli yeshilchilik bo'libdi. Andiki men miyada shunda chiroyli mana o'tirgan kangrimishlar yeli bor ekan. Ayollar ballardan tatib hamma ilib chiqsa mana bir 7 8 9 10 dek ayollar birlashib. Misol chiqsanglar ham uzoq emas ekan. Biz 20 soat qolmay chiqdik deyman. Degan chiqqachqim kerak nimam yo'q. 20 soat qolmay chiqdik. O'rnim jiroq emas ekan. Istanbulga yiqildi ekan. Meg mesela man gelemler hem narsani tayyor qilib qo'yapti. Mana shunda yaxshi ekan. Mana ko'rdinglar. Mana mayalim shunda chiroyli, mana yeshilchilik. Ashirani sut go'sht to'g'rab nemish qilib bo'lgan masalan. Mushak chiqib, bir kopik svala, u bu qirg'iz vallarimiz mushak chiqsanglar bo'lgan. Mana bunda chidirliq o'yin tayyor qilib qo'yganishimiz. Men mana ichini bir ko'zday sizlarga hozir. Maşallah. Qarindoshlarimiz nima qilmasin Uyg'urlar qo'li gul mana shunda ekan. Shunda yaxshi bir holatga kelibdi. Ayt xursand bo'ldim men buni ko'rib. Men kirdik. Men sizlarga manda ko'rsatay. Mana ishqildan kirdik. Mana shunda yaxshi mishayli qorashtirib bekitib ishda qilibdi. Miyalda televizorlim bakenda hamda ballar tasadib pishib qasdib. Mana dariz talog'in megmanda qaraydi ekanmiz. Mana shu villada issiqga. Mavu ilqa ochiq emasmi qaynashlar miya sulyo ekan. Sulyo dariza. Sulyo darizgan. Mana shunda yaxshi o'tirdigan yerlardan tatib. Shunda yaxshi ekan. Ma ustida hattamda pek ilq nim bo'lib kelsa shamollar o'shin bakenda. Issiq bo'lib ketgan chaqda. Men bu yana ovoz pek yaxshidek ko'rdim men. Mesela bir türküm çıkıp bir şeyaldi bir özara qandan bir məsləhət yığın o bu işlərimiz bulduğu mesela. Bir şeyaldi oturab mana xatircəm qılıb balladını tatıb ilib oynatıb ekkəsi buldu ki. Men məndə sırtını köstəy qarindoshlar. Men chiqqandan keyin hamda mush qarin mushayani bir to'ntib qo'yay. Nurg'un hamda qarindoshlar boshqa yerligimi bor ekan. U bu turk qarindoshlarimizning ba'zi yerlariga borimiz. Uningdan mushayani bilse mandan bir Uyg'ur qarindoshlarımızın yeri bor ekan deb müşayga bir chiqib qadam tashrif qilib ham mush qarindoshlarimizni qo'llabchu ham o'zimizmi shu banat bolalarımızdan texim bir yaxshi o'ynag'li bir fursatgan deb men mush videoni ataytin sizlar uchun tatib qarindoshlar. Mana chidirdan oldi kiyinlar mana qo'y qutini ekan ko'rdinglarmi? Mana qo'yning qutini ekan. Mana bu yerdan xalqini qo'ydim shuni elib bilan so'yib bilan qildik. Men qo'ynimni kerak ko'zday. Ben qo'tonga keldim. Hozir men qo'ylarni ko'zib qo'yay. Men qo'yning beqilgan o'rnini bek yaxshi ekan. Hamma tarafdan bek havo o'tishib turdi ekanda hamda. Bunda yer beqilgan qo'ylar bek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hamma mutatliq bo'ladi. Men sal tutqulab qoldimmi? Ha, amdirek yaxshi bo'ldi. Mana ana ishtirabim bor ekan, jima qarindoshlar. O'yan ko'rdinglarmi? Ashayaldim bor ekan. Cho'ng kichik qo'ylar bor ekan. Kichik paxlalar bor ekan, cho'ng qo'ylar bor ekan, o'tiral qo'ylar bor ekan. Mana shunda havas yaxshi. Ballaralarni mana shundaq kenkan qarindoshlar, shundaq kenkan mana. Men hamma yana bir tafsiliy ko'rsatib qo'yay. Mana mashina oyaglam qo'ydik. Birlashib yo'g'on mashinadan bir gilam chiqsanglar mana mashina ichida turadigan nayt kang azadi ekan. Ayni ayadan bir uy bor ekan. Miyadim ekan. Mana hamma ishlatchilik. Ballar müşaydi şunda oynamaqdek hamda. Bugün mantiq salqin, hava shunda salqinkan, atogin issiq havolda texim bek nim qilib ketgandek turdi.
Texan bek sövrün yaxşı bo'lib ketgandek turdi. Nay chiroyli chechaklar chiqibdi qarindoshlar. Ko'rib ko'nglim bek ichilib qoldi. Mana bizning vatanga ko'rgandek bo'ldinglarmi? Mana ham shunda bixil chiqibdi ekan. Hozir sizlarga talchiviqni ko'rsatib qo'yay. Talchiviqni. Oyna bizning vatanningidek talchiviqlar. Hava hozir sal tutuq deyman. Endi suzlaydi avotdi-chu, shunday yaxshi suzlaydi avotdi. Ayni ko'rdinglarmi qarindoshlar? Talchiviqni at qilib o'ynaymiz deb qildik-ku. Chiviqlardan pipilarni yasab shunda nim qildigandik. Bek chaladigandik. Ma chechak mejep chiroyli chiqibdi qizg'uja. Maşallah. Anoniki malin keyinde mandaq itizlav ekan. Mush qarindoshimiz o'zining qilmish Sayat rayoniniki keyinde atrapida, matraplarni mush qarindoshimizga tava ekan mana. Onun matraplarim bor ekan qarindoshlar. Ammo bolalaringlar bek yaxshi o'ynag'dekchimi? Bolalaringlar nihoyat yaxshi o'ynag'dek. Mana mushunda kangirchilik ekan. Mushunda kangirchilik ekan mana. Nihoyat kangir o'rin ekan. Shaxsan men shunda yaxshi ko'rdim. Biz qarindoshlarimiz mana işte o'rinlarni qo'llab hem o'zimizmi bahramon bo'lgan hem o'zimizmi huzurlangancha shunday yaxshi ekan bu. Maşallah. Men atroflardan bir ko'z nim qilib qo'yay deb o'yladim. Mushunda kangir bir yer ekan bu. Mana shunda o'yli bor. U yonda o'yli bor ekan, ammo bek yeshilchilik. Nay chiroyli ekan. Ma öyle man şunda konurap gitibdi, ama aşağıda bir narsani beqibdi-da, çeqildiga o'ylda qilamdi. Ma on nimdan chechka qarindoshlar ma daraxtni. Chiroyli qa. Oy. Tas ko'ranglar qarindoshlar bo'lsa, ma inkas qismiga rayini yozib qo'yinglar, ma qaysi daraxtdan chechka. Tepishmaqamsa sizlar qoldi javobi. Mana gerçi musha shunda yezosmi qarindoshlar, mana musha maxsus ko'chining ismini yozib qo'yapti. Mana burchak sokak ekanda. Endi bir narsalarni nim qilib qolib qasmi, zakaz qilib u ham bu yoqdan to'rdan bimal kelsa mushalik kelalaydigan o'xshaydi. Qulaylikda ham bunda yozib qo'ysa. Mana qarindoshlar, Chataljining mushta chiroyli yerlari bor ekan. Ajoyib. Men ko'rdinglarmi vatandagi daraxtlarni esladinglarmi qarindoshlar? Men bu yerga kelib shu vatandagi daraxtlarni iliqdamoq bir ko'chada mangandek ashta his qilib qoldim. Maşallah. Şehirlerde bulup buna ait avazcı yerler turup bir xil müşteriye çıkıp oramili çıkımcık ihtiyacımız buluptu. Ay bak benim çocuklarım çok seviyor. Qarindoshlar, ma bek chiroyli ekan qaranglar. Siz uchun bir tatib qo'yay dedim, suv ichishlarni. Ay, bolalardan tatib suv ichib ketdi. Evet güzel kız. Qaranglar, mana shunda suv tushib o'ynab ketdi. Tanesi 50 lira ama ay çok ucuzmuş bak. Mamani setildi, alamsa deb başlaqdaydi. Maşallah. Işqilib şəhərlərdə yaşayıb, təbiətdən çıxıraqlaşıb getdik-də. Şunda chiroyli hamma chechaklar chiqibdi. Havalim Allah'ın rahmetinden aldırmay süzüldü men. Men biz hazır ilk kep nem qag'ayaga keldik. Biz sirtga chiqib hammadan bir aylanib kirdik atroflarini. Talchiviqlar o'ynaymiz deb. Mana hozir mushadin kirimiz. Su aqs kerak. Bugun ozroq eqibdi bu su. Balkim jiqroq aqs kerak dedik. Hozir mana eshikdan kirimiz. Mashinam ichidan bemalol to'xtasi bo'ldi ekan. Cho'ng mashina bilan chiqsanglar bo'ldi ekan. Shunda chiroyli qilibdi, maşallah.
koy. Su yok çıktım. Ya açtı boşalma. Hoş yemek diyorlar. Vay makoyla. Hazır çıkıp makoyla sırtı 30 tuttu bana. Ha işit akoyla aşında koğlaydı iken. Uyan koğlap, ayandan bayan koğlap bulun işte hareketlendirdi iken. Aynı köyde oğlum ama anneme de akıda bir işte koğladı da bulun. Biz bu işliğimde koğlaydıgan da desek. Ama şu koyulna işte uyandım, bu yan koğlap işte hareketlendirdi iken. Aynen yanı kokladı. Aynen. Bo'lmasa bir yer turib oldik emasmi? Turib olsak yaxshi cho'ng olmaydi. İşte ishlar qilib harakatlanadi. Mana bolli yasidi.